Ey payg'ambar, shuni eslaginki, o'z vaqtida munofiqlarning kattibeshi Abdullah ibn Ubay bir qism odamlarni islom qo'shinidan bo'lib Madinaga qaytib ketganda, sizlardan Bani Salima va Bani Harisa qabilalaridan iborat ikki guruh jamoat kofirlar bilan urush qilishdan qo'rqqanlikdan Abdullah ibn Salulning keyniga kirib chekinib ketmoqchi bo'lgan edi. Allah bu ikki guruhning egisi va yordamchisi bo'lib, ularni mundoq ezib ketishdan saqladi. Shuning bilan ular Allohga tavakkul qilib, sen bilan birlikda urush maydonida sabit turdi. Bu jangda musulmonlar safida sabrsizlik va g'animat ko'zlash ko'rilib qolg'achqa, Allohning kofirlarning hilisini barbod qilish va kofirlarning musulmonlarga hech bir ziyon solmaslik va'dasi ishga oshmadi. Aslida mu'minlar faqat Allohga tavakkul qilishi lozim. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Ey müminler, Bedir urushida sizlarning kuchinglar ojiz, soninglar oz bo'lsa-mu, lekin sapinglarda sabrchanlik va taqvodorlik bo'lg'achqa, Alloh sizlarga mushriklarga qarshi nusrat ato qildi. Shunga sizlar jang ishlarida so'sliq qilish va qo'rqinchoqlik qilishda Allohdan qo'rqinglar. Allohning buyurganlarini o'rindanglar va to'sqanlardan yeninglar. Shunda qilsanglar shukr aytgan bo'lasiz. Ey payg'ambar, Bedir urushida sahobalarning duchor bo'lgan ahvolni eslaginki, u chaqda ular mushriklarga kelgan yordamdan qattiq andishiga tushganda, bizdan kelgan vahiyga asosan sen ularga Rabbinglar sizlarga, sizlar bilan bir sapda turib sizlardan son va tayyorlikda ustun bo'lgan kofirlarga urush qilish uchun osmondan yer yuziga 3000 farishta tushirib yordam bersa, yana yetmamdi degan edi. Bunchilik farishta sizlarga albatta yetidi. Sizlarga yana bir bishorat shuki, agar sizlar dushman bilan elishishda chidamchanlik ko'rsatsanglar, jangning mushaqqatlariga sabr qilsanglar va Allohning buyurganlarini o'rindab, to'sqanlardan yenib taqvolik qilsanglar, Makkaning kofirlari sizlarni yo'q qilib o'tish uchun darhol hujum qilib kelganda, Robbinglar sizlarga farishtalarning sonini oshirib 5000 farishta bilan yordam beradi. O farishtalar o'zlarini va otlarini ro'shan alomatlar bilan farqlantirib, Alloh farishtalar bilan madad berishni faqatla sizlarga xush xabar bo'lsin va Allohning yordam beradiganligiga dilinglar xotirjam bo'lsin deb qildi. Amaliyotda yordam va madad boshqa sabablar tufayli emas, faqat hammadan g'olib, qat'iy yengilmaydigan, barliq tadbirlarda va hamma ishida hikmat bilan ish qilguvchi Alloh tarafidan keladi. Shunga sizlar uningga tavakkul qilinglar, uningdan yordam talab qilinglar. Allohning Badr urushida sizlarga nusrat ato qilganligi, kufrida ching turib olganlarning bir turkumini o'ldirib yo'q qilish, o'limdan saqlanganlarning rasvo bo'lgan, qalbidan umidi uzilgan holda qaytishi uchundir. Ey payg'ambar, bandalarning taqdiri sening ilkingda emas. Ularning hamma ishi Allohning ilkididir. Allah ya sen bilan urush qilgan kofirlarni islomga hidoyat qilib, ularning tavbasini qabul qiladi. Yoki kufrida ching turish orqali o'ziga zulm qilganligi uchun ularni dunyo va oxiratda azoblaydi. Osmonlardagi va zimindagi mavjudotlarning hammasi faqatla Allohning mulkidir. Allah xohlagan bandasiga o'zining rahmati va fazli karami bilan mag'firat qiladi. Xohlagan bandasiga o'zining adolati bilan azob qiladi. Allah bandalarning gunohlarini nihoyat mag'firat qilguchidir. Ularga to'limi Allohga uning payg'ambarlariga iymon keltirgan va islom shariatiga amal qiladigan kishilar qarz muomalasida qarz bergan asli puldan boshqani olmanglar. Qatma-qat o'simni yemanglar. Dunyo va oxiratda nijotlikka erishinglar uchun o'simlik muomala qilishda Allohdan qo'rqinglar. وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Kafirlar uchun tayyorlangan dozaqdan, ya'ni dozaqqa kirishga sabab bo'ladigan yomon ishlardan saqlaninglar. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Ey müminler, rahmetga erishinglar va azobdan saqlanishinglar uchun Allah'ның buyurganlarını orundaş arqılıq Allah'a itaat qılыңlar
va payg'ambarning yo'liga ergishish orqali uningga itoat qilinglar.